Diqqat, shoshilinch tezkor xabar. O'zbekiston hududida qanday ob-havo bo'lishi ma'lum qilindi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bardona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Dam olish kunlari ob-havo qanday bo'lishi aytildi. O'zgidromet 31-maydan 2-iyun kuniga qadar kuzatiladigan ob-havo ma'lumotlarini e'lon qildi. Unga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida yog'ingarchilik kutilmaydi. Ayrim joylarda chang-to'zonlar bilan kuzatiladi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 34-39 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Ayrim joylarda chang-to'zonlar bilan kuzatiladi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ayrim joylarda chang-to'zonlar bilan kuzatiladi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'ladi. Respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Vaqti bilan qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'ladi. Harorat kechasi 17-22 daraja, kunduzi 22-27 daraja issiq bo'ladi, deyiladi prognozlarda.